Assalomu alaykum, xayrli kun, boy va baxtli bo'lishga loyiq ayollar. Bugun sizlar bilan shu meni lichkamga va rilslarning tagida raqam qoldirayotgan ayollar uchun yana bir bor eslatma. Meni lichkamga raqamingizni to'g'ri qoldiring va sizga telefon qilishimizni kuting. Albatta telefon qilamiz. Aldanib qolmang. Iloji bo'lsa shogirdlarim qaysi chiqqanini tekshirib oling, chunki men nomimdan nomeringlarni listaga qoldirib ketgansizlar, chiqayotgan odamlar ko'p. Shu uchun aldanib qolmasligingiz uchun pishiqqina bo'lib tekshirib olasizlar. Va juda ham ko'pchilik qanaqa qilib bunaqa natijaga erishish mumkin qisqa muddatda deb savol beribdi. To'g'ri, hech narsa o'zlaringiz bo'lmaydi, mehnatli kerak, lekin men har doim aytaman, odam qiladigan ishini yaxshi ko'rib qilsa va boshqalarga foyda bera olsa, menimcha sizni natijalaringiz ham tez bo'ladi. Bu ishda umuman hamma ishda duo olish juda muhim.